Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Janubiy Koreyaning E7 vizasi haqida aytib bermoqchiman. Agar chet eldan ish qidirayotgan bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yubormay oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman. Janubiy Koreyaning E7 vizasi o'zi qanday viza? Bu vizaning asosiy maqsadi chet ellik muhandislarni ishga jalb qilish bo'lib, maxsus faoliyat vizasi ham deb ataladi. Belgilangan 87 xil yo'nalishdan birida ishlasangiz bo'ladi. Bu vizaning muddati odatda 3 yildan 5 yilgacha va yana cho'zdirish mumkin. 87 yo'nalishdan birini tanlashingiz kerak. Misol uchun IT, engineering, dizaynerlik, software, teaching, food service va shunga o'xshash boshqa sohalar. Bu sohalardan birini tanlab ishlash uchun viza olsangiz bo'ladi. Faqat ishlamoqchi bo'lgan firma yoki fabrikangiz siz tanlagan yo'nalishga mos bo'lishi kerak. Ushbu vizani olish uchun siz quyidagi talablarga mos kelishingiz kerak. Agarda siz Koreyada bo'lmasangiz, sizning o'rningizga ishlamoqchi bo'lgan firmangiz hujjat ishlarini amalga oshirish kerak. Bundan tashqari firmalarga qarab, malaka yoki sohaga qarab talablar har xil bo'ladi. Eng muhimi sizda bakalavr diplomi bo'lishi shart. Agarda hali universitetni bitirmagan bo'lsangiz yoki umuman universitetga o'qimagan bo'lsangiz, kamida 5 yillik ish tajribasi yoki aniq bir sohaga oid sertifikat bo'lishi kerak. Ba'zi bir kompaniyalarda sertifikatning o'zi ham kifoya qiladi. Bundan tashqari Koreyada ballash sistemasi bo'lib, siz E7 vizasini ballash sistemasi orqali oson olishingiz mumkin. Ballash sistemasidagi ballar sizning ta'lim darajangiz, yoshingiz, keyin sug'urtalarni o'z vaqtida to'laganligingiz, keyin qonuniy ravishda ishlab olgan maoshlaringiz va boshqalar orqali ballar yig'iladi. Agarda siz Janubiy Koreyada student bo'lsangiz yoki Koreyadagi universitetlardan bitirgan bo'lsangiz, bu sistema siz uchun ayni muddo. Sizdan til bilish ham talab qilinadi. Ingliz tili yoki koreys tili. Koreys tilidan topik darajasi, ingliz tilidan IELTS olsangiz bo'ldi. E7 vizasining afzalliklaridan bittasi, siz bu viza orqali oila a'zolaringizni ham olib kelsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, uzoqroq muddatda ishlasangiz, F2 yoki F5 doimiy yashash vizasini ham olsangiz bo'ladi. Agarda siz ishlash jarayonida biron muammo bo'lib, vizangizni yo'qotsangiz yoki ishdan ketsangiz, qo'rqmang. Koreyada D10, ya'ni ish qidirish vizasi bo'lib, siz ishingiz yo'qotgan paytingizda D10 vizasini olib, yana boshqatdan E7 yoki boshqa vizalarga o'zgartirsangiz bo'ladi. Bugun sizlar bilan E7 vizasi haqida gaplashdik. Keyingi videolarda ushbu viza uchun qanaqa hujjatlar topshirish kerak, keyin hujjat turlari, hujjatlarni qanday taxlash haqida o'rgataman. Rahmat, salomat bo'ling.